Bittagina shu xamir o'rgan olsangiz, kurasan, somsa, hattoki Napoleon ham siz uchun oson bo'ladi. Bismillah deb idishga muzdekkina suv, sut, shakar, tuz, un solib xamir qorib olamiz. Xamirimizni oxirigacha qormasdan sariyog' bo'laklarini solib, yumshoqqina xamir tayyorlab olamiz. To'rtburchak shaklda yoyib, Mayselkaning ishonchli margarinlaridan foydalanamiz. To'rtburchak qilib pergament orasiga yoyib, xamirimiz orasiga qo'yib olamiz. Videoda ko'rsatilgandek konvert shaklda taxlab, so'ng yana yoyib olamiz. Yana konvert shaklda taxlab, shu tariqa 5 marotaba qaytaramiz. Bir kunga xolodilnikka olib qo'yamiz. Xamirimiz tayyor bo'ldi. Bu xamirdan somsa, Napoleon, kurasan, hattoki julen somsalarini ham tayyorlasangiz bo'ladi. Men sizlarga kurasan tayyorlab ko'rsatishni xohladim. Xamirimizni yoyib olamiz, lenta shaklida kesib, maxsus qoliplarga solib, ustini yopib, oshirish uchun olib qo'yamiz. Oshib chiqqandan so'ng ustiga pergament hamda list bostirib, 180 gradusda pishirib olamiz. Xohishga ko'ra nachinka solsangiz bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ring.